Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Hürmetli sabahdaşlar, bugünkü dersimizni başlashdan ilgari biz ilgirgi derslarni takrorlab o'taylik. Biz ilgirgi derslerimizde hadisni cho'ng jihatdan ikkiga bo'lgan to'q. Birisi mutawatir hadis, yana birisi xabar ahad deb. Mutawatir deganimiz ko'p sonliq kishilar rivoyat qilgan bo'lib, bu ko'p sonliq kishilarningki bu hadisni to'qigan bo'lish ehtimolligi yo'q. Ya'ni odatda bularningki zaman, makon jihatdagi o'rnining o'xshamasligi, birisi bilan ko'rishish imkoniyatining yo'qlik nuqtasidan bularning ma hadisni o'zaro to'qishga birligi kelib oldi degan holatini, ehtimollikni odat butunlay cheklaydigan, aqlga sig'maydigan holat rivoyat hadisni hadis mutawatir degan to'q. Biz hadisni mutawatirni ikkiga bo'lib, mutawatir lafzi, mutawatir ma'naviy deb tunishtirib o'tgan. Undan keyin biz shuni eskartib o'tganki, bizning darsdagi bahsimiz hadis mutawatir emas. Chunki bizning o'qimoqchi bo'lgan hozirgi mustalah penimiz, mustalah moddamiz asosli hadislarningki rivoyat yo'llari, raviylari, sanad qatorliq taraflardagi ojizlik, zaiflikninki omillari va ta'sirlari va uning hukmi qatorliq masalalarni bayon qilgan bo'lgan mutawatir hadislar yuqoridagi tashvishlardan xoli. Mana shu vaqtda tashvish ehtiyoj yo'q tashvishga. Unda bo'lganda mutawatir hadisni shunchalik tushunib turamiz, xabar ahad qo'yamiz. Biz xabar ahadni raviylarininki son e'tibori bilan cho'ng jihatdan 3ga bo'lgan. Birisi hadisi mashhur, aziz, andikin nima g'arib. Mashhur deganimiz rivoyat qilg'uvchisininki raviylarining soni mutawatir darajasiga yetmagan, ammo 3dan yuqori hadis. Aziz deganimiz rivoyatchining soni, rivoyat qilg'uvchisining soni 2. G'arib deganimiz rivoyat qilg'uvchi, ya'ni raviyning soni bir bo'lib qolgan hadislarni biz aziz, mashhur, g'arib deb 3ga bo'lgan. Undan keyin biz bir nuqtani eskartib o'tish to'g'ri keldi. Ma 3 hadisninki mashhur bo'lganligi, aziz bo'lganligi, g'arib bo'lganligi hadisninki sahih zaifligiga aloqasi yo'q. Aloqasi yo'q. Undan keyin yana bir nuqta, bulardagi rivoyatchining soni 3dan yuqori olsun, 2 olsun, 1 olsun degan son har bir tabaqatga tatbiq qilingan son, tabaqatlarning ichidagi raviylarning son egiz pastligiga qarab eng oz son mushu nuqtada e'tibor qilinadi. Masalan, 3 tabaqat, 4 tabaqatlik isnodning ichidagi eng soni oz tabaqatning soni shu hadisga ism qo'yishga turtkiladug'ini shu. 3-4 tabaqat, 1-tabaqatda 5-6 dan odam bor, 2-tabaqatda 2 dan odam bo'lib qolsa, bu hadis azizga tava, 1 bo'lib qolsa, g'aribga tava. Ya'ni oz son e'tibor qilinadi. Bu bir nuqta. Undan keyin biz hadisni yana bir nuqtadan, ya'ni hadisning diguvchisi nuqtasidan nechaga bo'lgan to'q, 4ga bo'lgan to'q. Agar hadisning diguvchisi Alloh bo'lsa, Allohdan payg'ambar alayhisalom rivoyat qilib, Alloh mundoq dedi deb kelgan hadis bo'lib qolsa, buni biz hadis quddisi degan. Agar payg'ambar hadis Rasulullohga nisbat berilgan, Rasululloh mundoq dedi, Rasululloh mundoq qildi, Rasululloh ma'ishni muqarrarlashtirdi deb kelgan hadis bo'lib qolsa, buni biz marfu hadis deydigan. Agar hadis, ya'ni shu asar sahobalarga bog'linib to'xtagan, sahobalarning so'zi hisobda bayon qilingan bo'lsa, buni mavquf deydigan. Agar tabiinlarda to'xtagan, ya'ni tabiinlarga nisbat berilgan, tabiinlarning so'zi bo'lib qolsa, bu hadisni biz maqtu deydigan bo'lib hisobda 4ga bo'lgan to'q. Tamam. Undan keyin xabar ahadlarni rad qilinish va qabul qilinish nuqtasidan yoki quvvat da'fi nuqtasidan 2ga bo'lgan. Birisi maqbul hadis, yana birisi mardud hadis. Maqbul hadisni sahih, hasan deb 2ga bo'lgan to'q. Sahih hasan, sahih hadis deganimiz 5 xil shart tepilgan hadisni sahih hadis deymiz. Birisi isnodi boshdan oxiri muttasil bo'lgan, uzuklik bo'lmagan. Ikkinchisi raviylari adli bo'lgan. Uchinchisi raviylari dabtisi to'liq bo'lgan. To'rtinchisi shu hadisda shuzuzlik topilmagan. Beshinchisi shu hadisda illat topilmagan hadislarni sahih degan. Undan keyin mush shartlarningki o'z tepilish yoki sirtqi omil tufaylidan tepilganligi, sirtqi va yordamchi yoki sirtqi va to'liqlama tufaylidan tepilganligiga qarab sahih hadisni sahih li zoti, sahih li g'ayrat deb ayirib olgan. Undan keyin mushu 5 shartning ichidagi zabtisga ozroqlam ta'sir yasan degani, zabtisi sallam yengil bo'lib qolsa, bu hadisni hasan degan qolgan shartlari sahih bilan o'xshash. Hasan hadismi yuqoridagi sahih degidekla 5ga bo'linadi. Nima 2ga hasan li zoti, hasan li g'ayrihi deb. Endi o'quvchilarimiz biz bu darsning oldida bir xulosalayapmiz. Ba'zi masalalar hozircha kallamlarda aydin bo'lmasa-mu hech qisi yo'q.
Chunki faqat biz maqsad hozir shu atalg'ularni kallangizni to'g'izish. Andan keyin darsni o'qish jarayonida biz yuqorida xulosalagan har bir mazmun kallanglarni tushunib bo'ladi. Tamam. Andan keyin biz xabar ahadni maqbul, mardud deb ikkiga bo'lib, maqbul, hasan, sahih deb ikkiga bo'lib bo'lgandan keyin shu hasan, sahih yoki hasan hadislarni amal qilinmas nuqtadan ikkiga bo'linadi. Ma'mulun bih, g'ayri ma'mulun bih deb. Ma'mulun bih o'g'ini, ya'ni muhkamul hadis va nazih hadislar. Andan keyin muxtaliful hadislarga muvofiqlashtirilib bo'lgan, ta'vil qilib bo'lgan, tarjih qilib bo'lganlari. Agar tarjih qilib bo'lmasa, muvofiqlashtirish bo'lmasa, o'tirini moslashtirish mumkin bo'lmasa, bunday hadisni muxtaliful hadis deymiz, buni amal qilinmaydi. Andan keyin mansux hadislarga ham amal qilinmaydi. Mana nuqtadan bular ikkiga bo'linadi. Undan keyin mardud hadisga kelsak, hadisning rad qilinishining sababi cho'ng ikki sabab tufayli rad qilinadi. Birinchi sabab saqtun minal isnad, ya'ni isnaddan ma'lum bir uzuklik paydo bo'lgan. Ma'lum bir yuchuq paydo bo'lgan. Ya'ni biror raviy tushib ketib qolgan ehtimollik, ya'ni tushib ketish sababidan hadisda rad qilinish zaiflik ahvoli ko'riladi. Bu saqtı ikki xil bo'lib, birisi saqtı zohir, birisi saqtı xafiy. Saqtı zohirdan 4 xil hadis chiqadi. Muallaq, mursal, mu'azzal, munqati deb. Saqtı xafiydan mudallas, mursal xafiy, mu'an'an deb 4 turlik zaif hadis chiqadi. Undan keyin rad qilinishining ikkinchi sababini ta'nun firrawi. Yani saqtu minal isnad birinchi sabab, ikkinchi sabab ta'nun firrawi. Ta'nun firrawi, yani raviga qo'yilgan ma'lum bir ayib, nuqson hadisini qabul qilishni cheklaydigan bir cheklovchi omil bo'lib, bu ta'ni, bu ayib ikki yerda bo'ladi. Birisi ravining adolatidan, taqvoligi demakchi. Yana birisi ravining zabtisi, kallasi demakchi. Agar u ravi kozib bo'lsa, ya'ni kazzab yoki kiz bilan tulinib qolgan odam bo'lsa, yoki kiz bilan ittihom qilingan, ya'ni yolg'onchi deb qariladigan odam bo'lib qolsa, yoki fasiq bo'lib qolsa, fisq yoki bid'atchi bo'lib qolsa, yoki uning ahvoli majhullab biz bilmaydigan odam bo'lib qolsa, ma 5 turlik ahvol buning adlistiki, adolatidagi ta'na bo'lib, buning hadislari zaifga tavavludi. Agar uningki tanisi ayıbı yuqoridagi 5 turlik ishda emas, balki su'ul hifzi, yodlash ahvoli nachar, kasratul avham, g'aflat va andan muxolifatul thiqat, bu odamning hadislari shu ishonchlik raviylarning iskiztilgan ma turlik 5 xil ahvolda bo'lib qolsa, bunday odamning hadisimi zaif bo'lib rad qilinadi. Ammo buning ichidan ma adolatiga ta'ni sal ig'irroq. Andan keyin mushu ikki xil ta'nidan, adolatga ta'ni va uning zabtisiga ta'nidan mavdu hadis, matruk hadis, munkar, muallal, mudraj, al-mazid fi muttasil al-asanid, al-shaz, al-musahhaf, al-muttarib, al-maqlub qatorliq hadis zaif hadislarning turlari chiqadi. Inshaalloh biz shu darsni birinchi bob tugaguncha do'stlarga shu jadvallar va hozir men sizlarga xulosalab bergan shu butun xulosalar bir-birlab tafsilga chiqadi inshaalloh. Biz oldingi darsni bir xulosalab o'tdik. Endi darsimizni boshlaylik. Biz ilgirki darsimizda Abdurninki kitobga bergan muqaddimasi, undan keyin mushu sohadagi dangliq asarlar va undan keyin ta'rifot avvaliya, kitob boshlashdan ilgariki bilib olish kerakli bir qism atalg'u ta'rifotlar tugab, birinchi bobda biz hadisni cho'ng jihatdan ikkiga bo'lgan, ya'ni 3 faslni ayirib chiqib, birinchi taqsimotda bizga yetib kelish nisbati bilan hadisni ikkiga bo'lgan, xabari ahad, undan keyin xabari mutawatir deb, undan keyin xabari mutawatir to'g'riliqmi oldingi soatda sizlarga tushuntirish berdik. Xabar ahad to'g'riliq yengil tushuntirish bergandan keyin xabar ahadning taqsimotiga kelib, xabar ahadni yo'llar nuqtasidan, ya'ni rivoyat qiladigan yo'l soni degani raviylarining soni nuqtasidan nechaga bo'lgan, 2 taqsimotga bo'lgan. Birinchi taqsimotda yo'l soniga qarab turib mashhur, aziz, g'arib deb 3 ga bo'lgan. Ikkinchi taqsimotda aniq hadisni ojiz kuchligiga qarab turib maqbul, mardud deb biladigan bo'lgan. Oldingi soatda bizda al-mabhasul avval taqsim xabar al-ahad bin nisbati ila adad turuqi, ya'ni xabar ahadlarni yo'l soni degani raviylarining soniga nisbatan taqsimot qilish degayda to'xtagan. Buni shu 3 taqsim qilib mashhur, aziz, g'arib deb oxirlashtirgan. Endi bugungi al-matlabul avval, ya'ni shu birinchi faslidagi, birinchi bobdagi birinchi fasli nima? Al-mashhur. Bizda do'qo hadis xabar ahad
raviylarininki sonning oz ko'plik nuqtasidan 3 ga bo'linadi. Buni bayatmi va oldingi darslardami, uning oldingi darslardami davomli xulosalab kelyapmiz. Hadis raviylarining son nuqtasidan 3 ga bo'linadi. Birisi mashhur hadis. Yana birisi aziz hadis, yana birisi g'arib hadis. Buni dars boshlashdan ilgari yana sizlarga bir qitim ig'zoga tushuntirib qo'ysam, mashhur hadis deganimiz har tabaqatdagi raviyning soni 3 dan yuqori bo'lgan, mutawatirlik darajasiga yetmagan hadislar hadisni bo'ladi, mashhur bo'ladi. Agar bir tabaqatdagi raviylarning son o'lchami hozir biz degan mushu o'lchamdan tushib ketib qolsa, yana mashhur bo'lmaydi. Aziz hadis degan nima desa, har tabaqatdagi raviylarning sonining eng az o'lchami 2 bo'lib qolgani. 2 bo'lib qolgani. Agar 2 hammasi 2 ni olib ketib qolsa mashhur o'tadi. Agar 2 ni tushib ketib qolsa g'arib o'tadi. Ammo cho'qim tuan son 2 bo'lib qolgan raviyning soni hadis aziz hadis bo'ladi. G'arib deganimiz tabaqatlarininki ichidagi qaysi bir tabaqat olsun eng tuan son o'lchami 1 bo'lib qolgan hadis. Endi masalan boshqa tabaqatlarining hammasida ko'p sonliq ishlar bor, ammo bir tabaqati 1 bo'lib qolsa bu g'arib hadis qiladi. Oldin eskartib qo'yilgan nuqta mashhur, aziz, g'arib deganlar hadisning sahih, zaifligi belgilamaydi. Faqat hadisning raviylarining ko'p oldini belgilaydi. Hadislar o'zaro bir-biriga zid kelib qolgan vaqtda tarjih qilishga hadisning kuchini ifodalash bilan qanaqa qiladi, ishlatiladi. Andoz kitap qaranglar. Al-matlabul awwal al-mashhur. Ta'rifatiga qarasak, mashhur degan so'zning lug'at ma'nosi bu Shaharatul amra degan misaldagi shahra degan fe'ldan chiqqan ism maf'ul. Shaharatul amra degan misaldagi shahra degan fe'ldan chiqqan ism maf'ul bo'lib, a'lantuhu azhartuhu ma'nosi, ya'ni a'lana azhara ma'nosida. Ya'ni oshkorlagan, e'lon qilgan ma'no. Unda uni mashhur degani hamma o'ylanga mashhur bo'lib ketgan. Amaliyotda mashhur degan so'z hamda buni tushuntirib berishning bizga nisbatan bak hojat yo'q, chunki bizning Uyg'ur tilida bu normal qo'llanayotgan so'z. Faloni mashhur, pukuni mashhur bo'lib ketdi, tunilib ketdi, hammaga tunish qolib ketdi degan ma'noda. Buning bilan hadisni atashning sababi hadis bak ma'ruf, tunishliq, oshkor bo'lganlarga so'g'aliq beradi. Isloh nuqtasidan rawahu thalatha 3 odam rivoyat qilgan. Fa aksar yoki 3 dan ko'p odam. Fi kulli tabaqa har tabaqatda. Cho'qim hadis tabaqatlarining har sahoba tabaqati, tabiin tabaqati, tabiin tabaqati, undan keyin musannif kayguchi bo'lgan har tabaqatda aqallisi 3 yoki 3 dan ortiq odam rivoyat qilgan hadis. Ammo lam yablugh hadd at-tawatur, ya'ni mutawatirlik darajasiga yetmagan asosda 3 dan ortiq odam rivoyat qilgan bo'lsa, buni biz mashhur deymiz. Masalan, buning misoli Payg'ambar alayhisolamning tuanlik so'ziki innalloha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ulama walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhal fasu'ilu fa'aftaw bighayri ilmin fadallu wa adallu degan hadisda. Payg'ambar alayhisolam bu hadisning mazmunida qiyomat yaqinlashgan vaqtda Alloh ilmlarni ko'taradi. Shu vaqtida kishilar nodon rahbarlarni, nodon kishilarni o'ziga ulamo hisoblab, o'ziga rahbar qiladi. Ular surilib, o'zini ezib, boshqalarni ozdirib, xato fatvo uradi degan mazmunda keladi. Hadisning mazmuni men darsning 5 deb o'tgandek, ma'fanantimiz emas, ammo biz mushadisning mashhur hadisga baho qo'yilgan hadis, mushadisningki tafsiliy ahvoliga qarab boqaylik. Masalan, bu hadis Buxoriyda rivoyat qilingan, Muslimda rivoyat qilingan, Tabaroniyda rivoyat qilingan, Imom Ahmad rivoyat qilgan, Xatib rivoyat qilgan. 4 dona 5 dona musannaf 5 dona musannaf 4 sahobaning yo'ldan rivoyat qilgan. 4 sahobaning yo'ldan. Kelayli. Buxoriyning yo'li Abdullah ibn Amrdan rivoyat qilgan. Undan Urva anglagan, undan Hisham ibn Urva anglagan, undan Malik, undan Ibn Abi Uways anglagan, undan Buxoriy xotirlagan. Buxoriy bilan Payg'ambar alayhisolamning o'tirida Abdullah ibn Amr sahobalar qatlimi, Urva tabiinlar qatlimi hisobda Urva sahobaga tava hisobda, Hisham ibn Urva, Malik ibn Abi Uways qatorliqlarning hammasi o'tiridagi nima qatlamlar? Raviylarning tabaqati.
Ana Muslimnikiga qarasak, bumi Abdullah ibn Amrdan rivoyat qilgan. Abdullah ibn Amrdan, u Urvadan, Urva unudan rivoyat qilgan. Urvadan Hisham ibn Urva rivoyat qilgan o'g'li hisobda. Undan Jarir, undan Qutayba ibn Sa'id, undan Muslim. Tamam. Andas hadisni rivoyat qilgan yo'l necha bo'ladi? 2 ga. Ammo sahobalar qatlami 1, undan keyingi qatlam 2, undan keyingi qatlam 2. Chunki Buxoriy Muslimning rivoyat yo'llarida 3 tabaqa o'xshash. Nada ayrıldı? Malik bilan Jarir da ayrıldı. Shundaymi? Mishaga oldi. Demak, Muslim bilan Buxoriy rivoyati g'ariblik darajasida. Chunki sahobalar tabaqati, undan keyingi tabaqat, undan keyingi tabaqat faqat 1. Ravi 1. Tabranininkiga qarasak, bu Abu Hurayradan rivoyat qilgan. Unda sahoba 2 bo'ladi. Abdullah ibn Amr, Buxoriy Muslimniki Abdullah ibn Amr, Tabranininki Abu Hurayra. Abu Hurayradan Abu Salama, Abu Salamadan Zuhri, Zuhridan Ala ibn Sulayman al-Ruqi, undan Muhammad ibn Amr Udadistan, undan keyin Tabrani xotirlagan. Demak, Mavulda sahoba 2 bo'ladi, sahobadan keyingi qatlam, undan keyingi qatlam, undan keyingi qatlam, undan keyingi qatlam bo'lib, ravining soni mandaq jetgan vaqtda 2 bo'ladi. Chunki qarasanglar, Buxoriy, Muslim va Tabranining ustundagi ravilarda Ibn Abi Uways, Qutayba ibn Sa'id, Muhammad ibn Amr qatorliq 3 odam bor. 3 odam borkan-ku deb men 3 hisoblayman. Chunki ustun qatlamlarga chiqsanglar, sahoba qatlamga vaqtda adam necha 2. Ma adamning 2 o'g'onliq. Undan keyingi qatlamda adam taq 2. Buxoriy Muslimning Urva va Hisham ibn Urva, undan keyin Tabranininki Zuhri Abu Salama. Manda o'g'onliq ma'noning taxi mashhur bo'lish shartini hozirlamagan bo'ladi. Chunki 2 tax adam. Imom Ahmadga qaraylik. Abdullah sahabasininkileri Ziyad ibn Lubayt, Salim ibn Abi Ja'd, A'mash, Waki', Abdullah an Abi. Ama Ahmednikini qo'shsak, sahabi necha bo'ladi? 3 bo'ladi. Demak, hozir nimani hozirlab bo'ldi? Mashhur bo'lish shartini hozirlab bo'ldi. Chunki Buxoriyning yo'llari, Muslim, Tabarani, Ahmadning yo'llarini hammani birlashtirsak, buning har tabaqatdagi odamning ravining soni 3 ga 7 hisobda. Eng aqallisan 3 ga 7. Chunki sahoba qatlam 3 ga 7 bo'ldi. Undan keyin qatlam 3 ga 7. An Xatibning rivoyatida yana Aisha radhiyallohu anhadan, undan Urva, undan Musa ibn Uqba, undan Abdullah ibn Sa'id, undan Bakr ibn Sadaqa hisobda biz eng oxirida ravilarning sonini bir hisoblaylik. Sahobalar tabaqasida 4 ravi bor. Demak 3 dan oshdi. Undan keyingi tabaqatda 3 ravi bor. Undan keyingi tabaqatda 4, undan keyingi tabaqatda 5, undan keyingi tabaqatda yana 5. Demak, mushu yuqoridagi butun nimalarni hisoblasak, yo'llarni hisoblasak, eng aqalli son qancha? 3. Unda o'g'anda bu hadisninki rivoyat turuq soni 3 ga hisob. Qolgan 5 bo'lib ketganlar, 4 bo'lib ketganlar kuchanmaydi. Chunki eng to'ni hisob, unda o'g'anda buning sahobadan keyingi tabaqati 3 ekan, mushu nuqtani asos qilib turib, hadisga nima deb bahovrimiz? Mashhur hadis deb bahovradigan gap. Demak, mashhur hadisning ahvoli mana shunday bo'ladi. Shu abturda o'tadi. Fahadal hadis, mana hadisni isnod tabaqatlariga har tabaqatda 3 dan ortiq odam rivoyat qilgan bo'lib, fa binaan ala zalik, shuningga binoan hadis mashhur hadis deb ataladi. Tamam. Demak, mashhurning ahvoli shu. Mashhur masalasi tugadi. Endi mashhur hadislarninki yana bir qo'llanadigan bir ismi bor. Ya'ni uni mustafid deb qo'yamiz. Tayinliq bu mashhurlar hisobda atalg'u jihati o'xshamagan bilan, lekin hukm jihati o'xshaydigan bo'lg'achqa ikkisini mushu vaqtdan tunishtirib o'taylik. Mustafid degan istifodadan chiqqan ism fa'il bo'lib, asli buning tip yildizi fadal ma degan jumladan chiqqan. Ya'ni fada, ya'ni suvning tishib ketgani degan ma'noda. Suv ko'payib atrofga tishib ketsa, ko'payib ketsa, masalan, o'stan tishib ketadi, ko'lga qashlar versak suv tishib ketadi, qachoqqa qo'yib versak tishib ketadi, ashqal tishib ketish halaqa, ovib ketish, to'kilib ketish degan ma'noda. Nimda bunda atalgan desa, bu keng taqallo. Isloh jihatda buning ta'rifatida 3 xil fikrda o'xshamagan fikrlar olindi, uxtulifa o'xshamagan fikrlar olindi. Birinchi xilisi mashhurlan ma'nodosh. Mushta desak asallam qutulamiz. Ammo o'quvchi bilish sifatimiz bilan qog'allarni anglab qo'yish kerak. İkincisi mashhurdan sal xosroq. Chunki mustafidda uning isnodning ikki tarafi o'xshash bo'lishi kerak. Ammo mashhurda buni emas, shart emas deydi. Uchinchisi mashhurdan amroq.
Anlaganda bu ikinci gapning dalilmasi aksi. İkinci sözde mustafidda isnadning ikki tarafi barabar bo'lishi kerak. Mashhurda unda shart emas edi-ku. Dal ajning aksi mashhurda ikki taraf barabar bo'lishi shart, mustafidda shart emas. Demak, har holda üç xil fikrning birinchisi mashhurlar mandash degan fikr eng qulay fikr. Qolgani ikki fikr anglab qo'yishga tegishli fikr, balkim ba'zi o'rinlarda farqlanib qolish ehtimoli bor. Ondan keyin xolos mashhurning ahvoli tugadi. O'quvchilarimiz shu kitob o'qish jarayonida mayli nahviy o'qisin, sarf o'qisin, balog'at o'qisin, usulul fiqh o'qisin yoki boshqa soha o'qisin, kitoblarda mashhur fikr yoki mashhur hadis degandek bir gaplarni anglaydi. Masalan, nahvini tushuntirib ketaverib, bir qoidani tushuntirib, buningga keltiradigan misolimiz mashhur hadisning birisi va deb qo'ydi. Mashhur hadisning birisi va deb qo'ydi. Usulul fiqh o'qisa, usulul fiqhda ma'lum bir prinsip qoidaning birini yakunlashda akiladigan bir mashhur hadisning birisi va deb akiladi. Bu yerdagi mashhur degan atalg'u hozir biz o'rgangan mashhur degan atalg'u emas. U shu fan sohasiga mashhurlik ko'rsatdi. Shunga avtor o'quvchilar dal shu xil mashhurga oldinib ketmasin, xato tushunib qolmasin deganlik ustidan al-mashhur g'ayrul istilohi degani, mustalahdan boshqa bir mashhur degan atalg'udan birisi bor. Va yuqsadu bihi buningdan maqsad yuqorida e'tiborga olinadigan shartlarsiz tilda mashhur bo'lgan degani, ya'ni ma'lum bir kasbda mashhur bo'lgani. Unda mashhur degan biz bayatın degandek her isnadning har tabaqatlardan har tabaqatdagi raviyning soni 3 olsun, 3dan ko'p bo'lsin degan gap yo'q uningda. U odatda ma'lum bir fan sohasi mashhur bo'lgandan keyin u g'arb hadislarning bir isnad, bir isnadi, ikki isnadi bo'lsinmi va boshqa isnadi bo'lsinmi, hatto zaif hadislarni mashhur ataverishi mumkin. Chunki masala shu hadis dalil qilingan shu fan yoki shu mazmunda butun shu sohadagi kishilar keltirib mashhur ketgan hadis demakchi. Keltirib nima bo'lib ketgan, mashhur ketgan hadis deb shu masalaga, shu temada, shu fanda hammaning ig'izga udullam shu keladigan mundaq hadisni ko'rsatdi. Bu qandaqdir biz yuqorida tushundirgan sanad tabaqatining har tabaqasidagi raviyning soni 3dan ortiq bo'lsin degan emas. Dedik-ku, shunga o'g'anda bu g'arib hadislarning ichidan ma'lum fan sohasi mashhur bo'lgan hadislar bor. Hatta zayıf hadislarning ichidanmi ma'lum fan sohasi zayıf mashhur bo'lgan, hatto to'qul hadislarning ichidanmi Fadailul Qur'onda kim Fadailul Qur'on so'zlasa, masalan, diqqat qilmasdan akili uradigan ba'zi mashhur ketgan hadislarmi bor. U mashhur, miyadagi mashhur emas. Ikkisining farqi bor demakchi. Shuningcha bu mayadagi mashhur bir isnaduvani o'z ichiga oladi. Ma lahu isnadu vahid. Birdan ko'p isnaduvani o'z ichiga oladi. Yoki asla isnadi yo'qni ham o'z ichiga oladi. Onda g'ayri islohiy mashhur turlarga kelsak, bu intayin ko'p. Masalan, ahli hadisning o'tirib mashhur hadisning birisi va ahli hadis degani Buxoriydan ba, Muslimdan ba, Tirmiziydan ba, Nasaidan ba, Ibn Majahdan ba, yana birisidan ba, hammasida hamma muhaddislar rivoyat qilib bunda mashhur ketgan hadis demakchi. Masalan, payg'ambar alayhisalom rukudan keyin Ri'li Zakvonga bir oy qunut duo o'qigan degan bir hadis bor. Hamma kitobda bor o'zi hadis kitob. Unda boshqa ahli hadis, ulamo avomning qash mashhur ketgan hadis, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi. Buni hatto avomlarmi biladi hatto. Azroq bir işte ma'lumoti bor ekanning hammasi biladigan hadislar. Mana tildagi mashhurlik. Fuqahoning ki o'tirib mashhur ketgan hadis, afghalul halal ila Allah at-talaq. Barliq mazhablarningki fiqh kitoblariga qarasak, zaten har qanday fiqh kitobda taloq babida zaten mujni keltirib taloqning hukmini bayon qiladi. Bu demak faqihning o'tirida mashhur ketgan hadis. Usulilning o'tirib mashhur hadis rufi'an ummatil xata va nisyan va mastukrihu alayhi degan hadis. Bu hadis usulul fiqh ulamolarininki hammasining ig'izida bor hadis. Yani ad-darurat tubihul mahzurat. Ve şunun o'xshagan insonning qudrati yetmaydigan ishlarda insonning taklifat ko'tariladi. Deb hukmlarni, ahkamlarni bayon qildigan yerda, dal mushkil hadis bütün usul fiqh kitoblarida hamma usulchilar buni misol keltirgan hadis. Anoganda usulilning o'tirdi mashhur ketgan hadis. Grammatikchilarning o'tirdi mashhur ketgan hadis. Masalan, ni'mal abdu suhayb law lam yakhafullah lam ya'sihi degan hadisni, ya'ni lawninki ma'nisninki limtina'ul awwal imtina'us sani yoki imtina'ul awwal limtina'us sani, imtina'us sani limtina'ul awwal degan grammatik qoidalarni tatbiqlash uchun asli ma'nisidan g'ayri ma'ni demak keladi degan isbotlash uchun keltirilgan hadis. Ammo bu hadisning to'qilma hadis, o'rni yo'q, mavzu hadis. Demak,
Ummadisininki ma g'ayri istilohiy kishilarning avomning tilda yoki ma'lum bir fan sohasidagilarning tilida mashhur bo'lib ketganligi hadisning sahihligini yoki darajasini ko'rsatmaydi. Faqat shu isbotlamoqchi bo'lgan shu temani yuritish uchun hammasi akilib qanaq ketgan, kunib ketgan. Yoki shu temaga eng mos qiladigan so'g'at hammasi buni o'zining kitoblarida akagan mashhur bo'lib ketgan demakchi. Avamning o'tirish mashhur hadis al-ajala min shayton, hatto biz ma anglaytdik aldirash shaytondan, aldirang'uloq shaytondan deb. Bu mashhur ketgan. Demak, mandagi mashhur va demakchi. Ma mashhur, a mashhur emas. Endi mashhurning hukmiga kelsak, mayli mashhur istilohiy biz bilgan o'qimoqchi bo'lgan, o'qigan yoki biz shu mustalahdagi maqsad qilayotgan mashhur bo'lsin, yoki g'ayri istilohiyki, men mustalahdagi maqsad qilmagan xalqning tilida yoki ma'lum fansas mashhur ketgan islar bo'lsin. Bu sahih, g'ayri sahih deb bilan isbotlanmaydigini, bularning mashhur bo'lganligi, mashhur bo'lmaganligi, sahih bo'lganligi, zaif bo'lganligini isbotlamaydi, ko'rsatmaydi. Lekin bahs qilgandan keyin bundan sahih savolligi, hasan bo'liqi, doib bo'liqi, mavduoligi oshkora bo'ladigan. Demak, yuqorida biz o'tirib qo'ygan mashhur, aziz, g'arib degan gaplar hadisning sahih zaifligi emas. Biroq mashhur istilohiy sahih bo'lib qolsa, uningki aziz bilan g'aribga uni tarjih qilgan alohidligi bo'ldigini ham iboyatni deganda, endi o'zi buni mashhur deb ayirishning ne hojat desa, mashhur hadis bilan bir dona g'arib hadis yoki mashhur hadis bilan aziz hadis yoki aziz hadis bilan g'arib hadis zidlashib qolgan vaqtida, mazmun jihatida biz ikkisining qaysi birini tanlay olmay qolgan vaqtimizda faqat mashhurning mashhurligi dal buni kuchlantiradigan bir tarafi bas. Chunki ma'ning rivoyat qilgan raviyning soni 1 g'arib bo'lsa, aziz bo'lib qolsa 2, ma'ning 3 dan ortiq. Raviyning sonining ko'p bo'lganligi hadisning kuchini oshiradi. Mushaqlardan foydalanadi, sahih zaif qilgan so'zsiz. Endi bu sohadagi dangli hadislarga kelsak, mashhur hadislar sohasiga yozilgan asari degandan maqsad tildagi mashhur hadislarni ko'rsatadi. Qandoqdir istilohiy mashhur hadis emas. Istilohiy mashhur hadis to'g'risida xos asari yo'q. Chunki ulamolar istilohiy mashhur hadislarni to'plash haqida kitob yozib boqmadi. Ammo yozgan kitoblarning hammasi tildagi mashhur hadislarning ichidagi, tilda avomning orasida mashhur ketgandan keyin ulamolar qarab turib to'xtab turadi. Bu xalq hadisni mashhur qilib, rivoyat qilaversa, da'vasi, danglaversa, zaif hadislarni xalqning oldida nima bo'lib qolgan, dangli qo'yib qolgan ekan, buni bir oydinlashtirildi deb, shunda tildagi yoki nima sohadagi, ma'lum fan sohadagi hadislarni maxsus ayirib, yozib, ularning darajasini ayirgan kitoblar yozilgan. Unda olganda asarlar أشهر المصنفات مشهور الاصطلاحي ديو غير الاصطلاحي دبا مثلا المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة سخاوي كتابه كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس عجلونينك تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث يعني كتاب ابن ديبع الشيباني إنك يقرأ دك كتاب مش هذا كده ما غير مشهور غير إصلاحي دك كتاب لا أما بزن هذا أساسي مقصد تيممز مشهور إصلاحي دك مشهور إصلاحي دي زلغان خاص أثر يوق çünkü حاجة يوق إنك المطلب الثاني يعني bugünkü dersimizninki ikinci temisi bugünkü dersimizin ikinci temisi el-aziz yani aziz hadis. Biz bunu dersning oldida muxlasıldık, bayatdan tushundik. Aziz hadis deganimiz hadisning ravi tabaqatlarining ichidagi har bir tabaqatdagi eng to'g'ri o'lcham, bo'lib qolsa 2 bo'lib qolsa. Endi boshqa tabaqatlarda 2 dan ortiq bo'lib, bir tabaqat 2 bo'lib qolsa 2 hisob. Agar hammasi 2 bo'lib qolsa, ashta bo'ladi. Hammasi 2 bo'lmay A2, A3, A4, A5 olib qolib, bunda o'qib, eng to'g'ri o'lcham 2 bo'lib qolgan vaqtda buni biz deymiz aziz hadis deymiz. Davatudu ta'rifuhu bunun ta'rifati lug'at jihatda bu aziz degani azza ya'izzu yoki azza ya'azzudan chiqqan sifat mushabbah. Azza ya'izzudan chiqsa oz bo'ldi, nodir bo'ldi, kam tepildi degan ma'noda. Azza ya'azzudan chiqsa kuchli bo'ldi, qattiq bo'ldi, g'olib bo'ldi degan ma'noda. Ama bunda atılışı ikki xil ma'no bilan ya bu hadisninki tepilishi oz nodir bo'lganligi yoki bu hadis boshqa yo'ldan kelganligi bilan g'ayb hadis qaragan vaqtda kuchli bo'lganligi uchun hadisni aziz deb atagan ma'lug'at jihatdagi ta'rifati. Istiloh jihatda buning raviylari sanatning tabaqalarining hammasi 2 dan oz bo'lmaydi. Cho'qim eng to'g'ri o'lcham 2 bo'lib qolsa, qolganlari ko'payib ketsa, qaysi bir tabaqat bo'lsin 2 dan oz raviy bo'lmaganda bu hadisni biz aziz hadis deb ataymiz. Endi ma ta'rifatni izohlaganimizda yani sanatning tabaqalaridan bir tabaqatda 2 dan oz odam topilma. Agar sanatning ba'zi tabaqalarida 3 dan ortiq odam topilib qolsa, buningki azizligiga ta'sir etmaydi. Lekin shart cho'qim bir tabaqat olsin 2 dan topilib qolish kerak. Chunki bizning asosiy e'tiborga oladiganimiz, asosligimiz sanat tabaqatining ichidagi eng oz tabaqat. Tabaqat. Ma tabaqatdagi yo'l 4.
Matebaqatdagi yo'l 5, matebaqatdagi yo'l 1, 2 bo'lib qolsa, bütün isnotlarning hukmi aziz, chunki ezi hisob. Ma ta'rifat azizning ta'rifatidagi rojih kuchli ta'rifat, xuddi bu ta'rifatni Hafiz ibn Hajar tahrirlab keltirgandek. Bir qism ulamolar deyotdi, aziz degan nima desa, 2-3 odam rivoyat qiladi deydi, lekin bular 2-3 deb qo'yish bilan aziz bilan mashhurni aralashtirib qo'ydi. Ya'ni falam yafsiluhu anil mashhur degani ba'zi suratlarda mashhur aryanmid degani 3 odam rivoyat qilsa, aniqla biz bayon degandek mashhur bo'lib qoladi. Shunga yaxshisi, mayli ro'shan bo'lish uchun Hafiz ibn Hajarninki mustarifatiga asoslanib tayinish kerak. Buning misoli Shaykhan İmam Buxoriy bilan Imam Muslim rahimahumulloh Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan. Andan Buxoriy yana ayrim Abi Hurayra radhiyallohu anhu hadisni rivoyat qilgan hadis bor. Payg'ambar alayhisalom deydi: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in." Bu hadis amanglarga ma'ruf, tunishli hadis. Bu hadisni ham Anas radhiyallohu anhu dan Qatada Abdul Aziz ibn Suhayb rivoyat qilgan. Andan bu hadisni Qatadadan Shu'ba Sa'id rivoyat qilgan. Bu hadisni yana Abdul Azizdan Ismoil ibn Hulay rivoyat qilgan. Abdul Varis va uni har biridan, ya'ni bir bo'lak jamoat rivoyat qilib oxiriga ketgan deyli. Musha hadis nimaning misoli? Azizning misoli. Masalan, do'stlar, buningga jadvali bor. Bu hadisni hisobda eng burun kim rivoyat qilgan desa, eng burun sahobalar qatlamida nima? Musanniflardan Buxoriy va Muslim ikkisi bir yo'lda bilan rivoyat qilgan, Buxoriyni ayrim yo'lda bilan rivoyat qilgan. Buxoriy va Muslimning rivoyat qilgan yo'li manda. Sahobalar qatlamida Buxoriy va Muslimningki o'rtaq rivoyat qilgan, muttafaqun alayh rivoyat qilgan yo'lida Anas va radhiyallohu anhu Anasdan Qatada bilan Abdul Aziz ibn Suhayb rivoyat qilgan. Qatadadan Shu'ba Sa'id rivoyat qilgan. Abdul Aziz ibn Suhaybdan Ismoil ibn Ulay bilan Abdul Varis rivoyat qilgan. Tamam. Buxoriyning yo'lida, Buxoriyning yolg'iz yo'lida kimdan? Abi Hurayradan rivoyat qilgan. Buxoriyning yo'lida Abi Hurayradan rivoyat qilgan. Ana mayli qanday bo'lsin, sizlar qarasanglar, shu do'stga qarasanglar, sahobalar tabaqati 2, tabiin tabaqati 2. Undan keyin nima tabaqatiga kelgan vaqtida tabiin, atba'ut tabiin tabaqatiga kelgan vaqtida 4 ga olgan. Bunun ichidagi eng az son 2. 4 ni hisob qilmaymiz, nechini hisob qilamiz, ozni hisob qilamiz. Buni mana tushensanglar bo'ladi. Bir tom og'amchi bor. Og'amchining o'rtasidagi 5 santriya barmoqimchilik bor. Qag'a yerlari bilikimchilik bor, tomliqi. Unda og'amchining kuchi bilikimchilik bayaning kuchini asos qiladi yoki barmoqimchilik bayan asos qiladi. Yani hem yerlerinin aylanması 10 santim kelse, 5 santim urunun aylanması 2 santim kep kalsa, bütün ağamcının küçüğü 2 santimlik urunga tayınıdı. Başka yer tom bulup ketken ölen, 5 santim aralık aylanması 2 santim olup kalgan boğaçka, bütün ağamcının tom yerlerinin küçüğü hesap emez. Şunun okşuğan tabakatlarının sani, uyada 4, uyada 5 oğan bilen bir tabakat 2 olup kalsa, umum tabakatının küçüğü netice görüp toktaydı, 2 de toktaydı. Onda oğanda bu hadisini biz nimden baha koyamaz. Aziz deb baho qo'yamiz. Endi bu hadisni aziz deb atalishning sababi chunki li'annahu lam yaqilla riwayatuhu lam yaqilla ruwatuhu an isnayn fi jami' tabaqat sanad. Chunki buning raviylari sanad tabaqatlarining hammasida 2 dan oz qolmadi. Gerçi ba'zi tabaqatlarda, ba'zi sanadning tabaqatlarida 2 dan ortiq qolsa-mu, lekin eng az 2 bo'lib qolgan boshqa aziz deb manda atagan ahvol bo'lishi mumkin. Yoki bu hadisning kim mustaqil tepilishi az tepiladigan hadis endi. Maxsus aziz hadisini ayirib qo'yilsa intayin az, munda bo'lib qolganligi uchun shu aziz deb atagan bo'lishi mumkin. Tamam. Al-matlabu thalith, ya'ni 3-chi maqsad bizningki bugungi darsimizning temasiga 3-chi tema g'arib hadis. Ta'rifatiga kelsak, lug'at jihatda g'arib sifati mushabbah bo'lib, munfarid ma'nosida yoki o'zining tuqqanlaridan yiroqman. Asli bu g'arubadan chiqqan. G'aruba yiroqlashgan ma'noda, g'aruba yiroqlashgan ma'noda, ya'ni o'rinlarga ishlatilinsa yoki musofirlarga ishlatilinsa, bu yiroq, yolg'iz degan ma'ni ifodalaydi. Istiloh jihatda buni rivoyat qilishda bir ravi yolg'iz o'g'adi degani dedik-ku boya tushundirgandek, qanchlarga tushunish ko'p ketdi. Tabaqatlardagi eng oson bir. Gerçi bir qism tabaqatlarda birdan ko'p odam bo'lsa-mu, lekin eng oz son tabaqatlarning ichidagi bir tabaqatga eng oz son bir bo'lib qolgan bo'lsa, buni biz g'arib hadis deymiz. Bu ta'rifatni taxmin izohlasak, g'arib hadis deganimiz wal hadisu allazi yastaqillu bi rivoyatihi shakhsun wahid. Buni rivoyat qilishda bir odam mustaqil bo'lgan
Ya sanat tabaqatının hammasi bir. Yoki ba'zi bir tabaqat olsun gerçi. Esingizda bo'lsin, hammasi bo'lib ketsa o'xshash. Hammasi 4-5 dan bo'lib bir tabaqatda bo'lib ketsa o'xshash. Ammo boshqa tabaqatlarda birdan ziyod bo'lib ketganlik nima etmaydi, ta'sir etkazmaydi. La yatadur, ta'sir etkazmaydi. Chunki li'anna al-ibra bizning asosligimiz as-songa asoslanamiz. Birib qoldi bir tabaqat, qolganlariga sonni hisob qilmaymiz. Nimaga hisob? G'aribga hisob. Ama bu g'aribning ikkinchi bir atalg'usi tasmiyatun thaniya lahu degan ikkinchi bir nomi bor. Ulamolarning ko'pinchisi g'aribga yana bir ismni ishlatadi. U o'sma fard deb qo'yamiz. Hadisu fard deb, hadisul g'arib deb ishkilasi bir ma'noda, lekin bizning aramizda bularmi bu talibul ilmdan o'tirishda fard degan nom qargan vaqtda g'arib degan nom mashhur raqamdi. Ala annahuma mutaradifan degani, ya'ni bu ikkisi ma'nodash degan asosda fard deb yana bir ma'nosi bor. Ammo ba'zi ulamolar ikkisini o'tirini zidlashtirib, bunda qarama-qarshilashtirib, farq qiladiganlar bo'ldi, farqlantirganlar. Va o ikkisining har bir turini mustaqil bir tur qilganlar bo'ldi. Lekin Hafiz Najar ya'udduhuma mutaradifayn, ikkisini ma'nodash hisoblaydi, mel lug'at jihatdan yoki isloh jihatdan. Lekin Hafiz Najar shuni deydi-ki, ma'nodash hisoblab bo'lgandan keyin deydi-ki, ahli hadis o ikkisining o'tirini farqlantirdi. Qaysi nuqtadan desa, qo'llanishning ko'p yoki ozlik nuqtasidan. Qo'llanishning ko'p yoki ozlik nuqtasini farqlantirdi. Fard degan ko'pincha vaqtda fardi mutlaq ishlatiladi. G'arib deganimiz ko'pincha vaqtda fardi nisbiy ishlatiladi. Ya'ni mutlaq fard nisbiy qaratmalik va fardga. Endi o'sha fardi mutlaq degan nima? Fardi nisbiy degan nima? Bu yerda bizning kalamimizga bir savol tushdi-da. Chunki Hafiz ibn Hajarning ikkisini bir ma'nodash deb bo'lib, ba'zilar oz ko'plik nuqtasini bo'shkini farqlantiradi. Qanday desa, fard degan ko'pincha vaqtda fardi mutlaqqa, g'arib degan fardi nisbiy bo'lganda fardi mutlaq degan nima? Fardi nisbiy degan nima? Mishadillam g'arib hadis ikkiga bo'lindi. G'aribi mutlaq, g'aribi nisbiy. Yoki yana bir nom bilan aytgan vaqtimizda fardi mutlaq, fardi nima? Nisbiy. Andoz kelayli aqsamuhu. Bu g'arib hadisning qismlari, g'arib hadis tafarrudlikning o'rniga nisbatan, tafarrudlik degani shu raviylarning tabaqat sonidagi eng oz son tepilgan o'rin, tafarrud tepilgan o'rin bo'ladi. Bu tafarrudningki o'rniga nisbatan ikkiga bo'linadi. Birisi g'aribi mutlaq, yana birisi nima? G'aribi nisbiy. Andoz g'arib mutlaq degan nima desa, g'arib mutlaqni shu bayon deganda ikki xil ataymiz. Ya g'aribi mutlaq yoki fardi mutlaq deb. Nima desa, buning ta'rifoti g'arobatlik sanatning asl do'g'ini. G'arobatlik sanatning asli. Sanatning yildiz degan nima o? Sahaba qatlimi. Rasululloh, sahaba, tabi'in, tabi'in bo'ldi emasmi? Sanatninki asli yildizi deganimiz sahaba qatlimi. Ashada yolg'iz bo'lib qolgan bo'lsa, ya'ni ma kanatil g'arabatu fi asli sanadihi degani sanatning yildiz qismida, ya'ni sahaba qatlimida g'arabatlik bo'lgan bo'lsa, ya'ni buni rivoyat qilishda sanatning aslida bir odam yolg'iz rivoyat qilsa, ya'ni sahaba qatlim bo'lib qolsa. Masalan, buning misoli innamal a'malu binniyat desa, buni Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu yolg'iz rivoyat qildi. Ammo Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan keyingi tabaqat ko'payib ketgan edi. Şu gap şu, hada degani shu gap shu. Endi ba'zi vaqtda tafarrudlik sanatning oxirigacha davom etishdigini sahaba qatlimi bir odam raviysi, tabiin qatlimi bir odam, tabiin qatlimi bir odam, shayxul musannifning qatlimichi bir odam bunda bo'lib qolgan ahvollar va oxirigacha. Ya'ni ba'zi vaqtda o'sha mutafarriddan raviylardan nurg'un odam rivoyat qilish mumkin degani xuddi yuqoridagi innamal a'malu binniyat degan hadisga o'xshash. Umar radhiyallohu anhu o'zi yolg'iz rivoyat qilganlar, lekin Umar radhiyallohu anhudan keyingi raviylar ko'payib ketganlar. Bunda olib qolishi mumkin. Mayli qanday olib kelsin, tabaqatlarining sonidagi qaysi bir tabaqatda raviy bo'lib qoldimi, bo'ldi. Bu hadis nimaga tava, g'aribga tava. Buni biz g'aribi mutlaq deymiz. Endi g'aribi nisbiy yoki fardi nisbiy degan nima? Ikkinchi turi desa, g'aribi nisbiy deganimiz makanatul g'araba fi asna'i sanadihi. Ya'ni buningdagi g'arobatlik isnat o'tirib bo'lib qolgani. Isnat o'tirib bo'lib qolgani. Ya'ni sanatning aslida birdan ko'p rivoyat qildi degani sahobalar qatlimida bir necha raviy bor. Ondan keyin buni osh raviylardan bir odam rivoyat qilish yolg'iz degani shu 3-4 sahobadan bir dona tabiin rivoyat qilganlar. Yoki bir necha tabiindan bir dona tabiin rivoyat qilganlar. Bunda bo'lib qolgani g'aribi nisbiy bo'ladi. Buning misoli Malik Zuhriydan, Zuhriy Anasdan rivoyat qilgan bir hadis bor. Payg'ambar alayhisalom Makkaga kirdi. Rasulullohning kallasida mighfara holatda degani dubulg'a, savodba holatda kirdi. Ammo hadisni Malik Zuhriydan yolg'iz rivoyat qilgan.
Ama onun üstündeki mesela Enes radıyallahu anhu ve başka sahabeler katlami köp buluşu mümkün. Fakat ama yalğızlık noktası ne desenler? Yalğızlık noktası yani Malik'te demekçi. Endi buni nisbiy deb atishning sababi chunki maqsim g'aribi nisbiy deb ataldi. Chunki tafarrutliq bu hadisda muayyan bir shaxsga nisbatanki Malikka nisbatan tafarrutliq. Uning oldida tafarrutliq yo'q. Uning oldida raviylar ko'p. Yoki undan keyin raviylar ko'p. Faqat tafarrutliq bir o'rinda Malik topildi. Nog'andan keyin shu nisbiy deb atalgan. Anikin ma'vamda normal istilohdagi g'aribi nisbiy yoki fardi nisbiy. Undan boshqa bunda yana boshqa g'aribi nisbiylar bor. Şuna abdurda vatıdı, garibi nisbinin türleri kelsek, hunaka enva' minal garabe. Gariplikten başka türleri mi var? Yani teferruatlıkın başka türleri mi bulup, teferruatlık, garip ikisi bir gap, he? Bularni mı garibi nisbiden sanaş mümkünlüğünü, bunun mu gariplik, malum noktadan gariplik, biz çöngende gariplik olmusu mu? Garipliklerimiz bayağı ravayız bir oldu, onda olmusu mu? Lakin malum noktadan gariplik tepilganlık olsun, bunu mu garip hediyesip atvetişke buludu. Çünkü garabetlik bunun da mutlak emez. Fakat garabetlik muayyen bir nesige nispeten peyda olalım. Mesela birincisi hadisini rivayet kılışta sikanın yalğızılışında bunda bir gap var. Degeni bir hadisinin bir neçe yolu var. 4 yolu var, yak 3 yolu var değil. Bunun içindeki birla yol işençlik sika yol. Qağalarının hemmesi gayri sika. Anda olsa madisine garibi nisbi deyimiz. Nimi noktadan dese sikaga nispeten garip ederiz. Gerçi yol köp, lakin sika bir. Onda oğa noktadan madis garibi nisbi. Mesela lem yervihi sika illa falan. Bu ne sika adamdan fakat falan rivayet kıldı deb qo'ygan bir ishlar var. Bu bir xil türendi. İkincisi muayyen ravinin rivayet qilish yolg'iz hadis. Mesela bu hadisni palandan qana qilingan yolg'iz rivayet qilganligini, bu hadis aslan mayoldan rivayet qilingan. Yo'l ko'p, lekin palanaxundan yolg'iz rivayet qilishda bir yolg'izlik bor. Agar boshqalar ishonchli tiqa bo'lib qolsa, bu hadis yana eshib ketaveradi g'ariblikdan. Fakat miyadaki yalğuz degan gap, g'ariblik degan gap, tafarrud degan gap muayyan bir shaxsga qaratilgan. Ma nuqtadan nisbiy deb qo'yamiz buni. Gerçi bu hadis boshqa yo'llardan shu odamning g'ayrini rivoyat qilinsin-mi? Yeni bir türü mesela, g'aribi nisbiy yeni bir türü, bir shahar ahlining yalğuz yoki shahar ahlidan ma'lum tarafdan ki yoki ma'lum yana boshqa taraflarning yalğuz rivoyat qilgan. Masalan deyli, bu hadisni Basra ahli, Madina ahlidan yalğuz rivoyat qilgan desa, amat rivoyat qilgan odam ko'p. Faqat Basra ahli, Madina ahlidan rivoyat qilgan. Kufa ahli yoki boshqa yurtning odamlari rivoyat qilmagan. Ma yurtga nisbatan tafarrutliq. Gerçi bunda raviyning soni ko'p bo'lsin masalan. Yoki Sham ahli yoki Hijaz ahlidan bunda shakldagi yurt bo'yicha ma yurt falan yerdan rivoyat qilgan, ikkinchi yurt rivoyat qilmagan buni degandek, bunda bir nuqta, bu mu nisbatan bir g'ariblik hisoblanadi. Tamam. Endi g'arib hadisning yana bir taqsimotiga kelsak, mazmunlar tugidi asosan. Endi g'arib hadisning yana bir taqsimotiga kelsak, ulamolar g'arib hadisni sanad g'aribligi, matn g'ariblik nuqtasini ikkiga bo'ladi. Birisi matnan isnodan g'arib bo'lgan hadis. Matnan isnodan g'arib bo'lgan hadis degani biz yuqorida tushuntirgan g'arib hadis shu. Mesela abayatdan ki innamal a'malu binniyatda Ömer radıyallahu anhu yalğız rivayet qildi degan nuqtadan buni g'arib deb emas. Manda hadisni matnan isnodan g'arib hadis deymiz. Buni tushunish hojasi shunga da o'tib tur. Bu bo'lsa-mu uning matnini rivayet qilishda bir yalğız bo'lgan degani shu. Boshqa gap yo'q. Endi ikkinchisi isnodan g'arib matnan emas. Degani masalan bu hadisning matnisini sahobalar bir-birlariga ham rivayet qildi. Ama bir odam shu hadisni yana bir sahobaning rivayet qilishi yalğız keldi degani manda keraklik. Bir hadis bor. Bir top sahabeden, bir top tabi'in, bir top tabi'inden, bir top tabi tabi'in rivayet qilib, g'ayb emas ma'lum. Amma ma hadisni a sahabalar, a tabi'illar, a tabi tabi'lardan boshqa bir sahabadan, ya'ni bir odam rivayet qildi. Unda qolganda ma hadisninki ikkinchi yo'l, yolg'iz rivayet qilgan yo'ldagi matnisi isnodi g'arib isnod. Lekin matnisi emas. Chunki matni yo'ldan boshqa yo'ldan ko'p odamlar tomonidan rivoyat qilingan bo'lg'achqa matna g'arib emas. Chunki matnning qo'lida yana bir yo'l bor, lekin isnodlan, yolg'iz isnod, isnod emas. Isnod nima bo'ladi? G'arib bo'ladi. Masalan, buning misoli keltirilmadi. Bu hadis to'g'risida Tirmiziy g'aribun min hazal vajh degani hadis isnod tarafdan, ya'ni isnod tarafdan va g'arib degan gap isnod tarafdan emas. Ya'ni matnisi ham g'arib emas. Tamam. Şunu olan hem de Abdur garip hadis tepildiğen, köp tepildiğen hadisler, kitaplarını görüştük. Min mazanil garip degeni, garipden tepiliş ihtimallik ve urulların birisi Musnadul Bazar'da garip hadis köp.
Mu'jamul Awsat, Tabrani'ninki ma'noda g'arib hadis ko'p. Bu haqda yozilgan danglik hadislar G'aroibu Malik deb Daruqutnining hadisi, Al-Afrat Daruqutninki ham. Üçüncüsü As-Sunan tafarrada fi kulli sunna minha ahlu balda degan hadis kitob Abi Davud Sijistanininki. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashgan bo'ldi. Bugungi darsimizni ixcham shaklda qayta bir xulosalasak, biz hadisninki raviylarning soni nuqtasidan hadisni 3 ga bo'lgan mashhur hadis, undan keyin nima hadis, aziz hadis, undan keyin g'arib hadis deb 3 ga bo'lgan mashhur hadis deganimiz uning tabaqatlarininki har bir tabaqatdagi raviyning soni 3 dan ortiq bo'lgan hadisni mashhur hadis dedik. Aziz hadis deganimiz tabaqatlaridagi raviylarning eng az soni 2 dan az qolmagan hadis aziz hadis dedik. G'arib hadis deganimiz tabaqatlarining har bir tabaqatdagi raviyning soni 1 dan 1 bo'lib qolgan. Agarchi boshqa tabaqatlarda ko'p bo'lib kelsa, ma'lum qaysi tabaqat olsin, qaysi bir tabaqat olsin, bir tabaqatdagi raviyning soni 1 bo'lib qolgan hadisni biz nima dedik? G'arib hadis dedik. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.